Yolg'iz Alloh ko'rib turibdi. Orqangizda malol keladigan jamoat yo'q. O'zisiz. Yolg'iz o'ziz ibodat qilasiz. Yig'lab turib Allohdan so'raladigan payt boshni sajdaga qo'yganda, rukuga qo'yganda, subhana robbiyal a'loni aytganingizdan keyin dilingizda nima niyatingiz bor, Xudodan nima so'raydigan iltijolaringiz bor, peshonangiz sajdaga tegib turgan paytda erinmasdan birma-bir duo qilib, mana shu namozlarda so'rashlik joiz bo'lar ekan. Hazrati Anas bin Malik marhamat qildilarki, men janob Rasulullohdan eshitdim. Payg'ambarimiz marhamat qildilar. Meni masjidimda o'qilgan namozni savobi 10 mingta namozni savobiga teng. Ya'ni Masjidul Haromda o'qilgan, Makkada o'qilgan masjidni savobi 100 mingta namozni savobiga teng. Jang maydonida o'qilgan namozni savobi 2 million namozni savobiga teng. Bularni hammasidan ham eng afzali kechasi o'rnidan turib, qiyomul layl qilib, odamlar g'aflatda yotgan paytda, uyquda yotgan paytda 2 rakat o'qigan tahajjud namozini savobi bulardan ham afzal bo'lgan savobga ega qiladi deb marhamat qilgan ekanlar. Shu bilan birgalikda Hazrati Imom G'azzoliy marhamat qiladilarki, kechani avvalgi qismida Allohning arshini tegidan bir farishta nido qilar ekan. Allohning rahmatidan umid qilgan bandalar, Allohning jannatidan umid qilgan bandalar o'rninglardan turinglar degan nido bo'lar ekan. Kechani birinchi qismida turib ibodat bo'lar ekan. Kechaning o'rta qismiga kelganda yana nido qilinar ekan. Tahajjud namozini savobidan umid qilganlar o'rninglardan turinglar. Yana ibodat qilinar ekan. Shu bilan birgalikda oxirida istig'for etadiganlar o'rninglardan turinglar. Istig'for etadiganlar o'rnlaridan turib ibodat qilar ekanlar. Tong otgandan keyin farishta nido qilar ekan. O'liklarning hukmida bo'lgan g'ofillar o'rninglardan turinglar. O'liklar qabridan qandoq tursa, quyosh chiqib ketgandan keyin ko'rpasdan turadigan odam xuddi o'liklar qatori qabrdan turgan bilan barobar degan ekanlar. Shuning uchun janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam tahajjud namozini o'zlari muntazam o'qigan ekanlar va sahobalarga buni ta'kid qilib, Hazrati Umarning farzandlari Abdullah bin Umarga qarata turib, Abdullah o'zi yaxshi yigit, agar tahajjud namozini kechalari turib o'qiganda bundan ham afzal darajaga ega bo'lar degan ekanlar. Mana shu gapni o'zi muhtaram birodarlar, siz u bizga kerakli bo'lgan gaplardan bittasiki, kechasi turib odamlar g'aflatda yotgan paytda tahajjud namozini ado etish juda ham ulug' bir savob darajasi afzal bo'lgan ibodatlardan bitta.